Hech bir bandani bunaqa og'ir sinovlar bilan sinamasin ekan. Otasi, onasi yig'lamasin ekan. Hasanbek akami oilasi tushkunlikka tushib qolgan. Albatta bu tushkunlikka tushgan holatida birgalikda olib chiqamiz. Hammalaringga rahmat. Uzoq yaqindan yordam berishyapti. Holidan xabar olib haqqalariga duo qilishyapti. Hozirda yosh ukalarimizga ham rahmat, o'shalar kelib, aka, qanaqa yordam bo'lsa beramiz, imkon qadar biz ham to'plashga yordam beramiz, oshimizni pulini beramiz deb tushunasizlarmi? Alloh rozi bo'lsin yosh ukalarimizdan. Hozirda mana mahallalarimizga ham alohida rahmat. Har bir mahalladan summani yetkazamiz, summani to'playmiz, aytilgan summani qilib birgalikda kurashib jo'natamiz. Bu oila tushkunlikka tushmasin. Har xil xayollarga borishmasin, biz yordam beramiz deyapti. Hamma xalqimizga ko'rib turgan, shu uzoqdan yaqindan duo qilib, moddiy tomonlama yordam berayotganlar barchalaringga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammalaringga. Hozirda mana oilasiga kelib, Hasanbek akam bilan suhbatlashib, oilaviy sharoitini o'rganib ketib yordam berayotganlar bor. Rahmat. Uzoq yaqindan juda katta yordam berishyapti. Ko'ryapsizlar, imkon qadar harakat qilaylik, shu summani to'playlik. Videoda tarqatinglar, saxovat beshi insonlarga yetib borsin. Alloh rozi bo'lsin, shunchalik harakat qilyapmiz hammamizdan. Rahmat sizlarga. Kelinglar, imkon qadar to'planaylik, harakat qilaylik. Hasanbek akamni 1,5 oy yo bu 1 oy ichida, uzog'i 1 oy ichida chiqarib olishga harakat qilaylik. Yarim summasi to'plangan, yana qolgan summasini tezroq to'plab, birgalikda jo'natib olsak, bu bizning yutug'imiz. Avvalambor qancha erta borsa, o'ziga ham yaxshi bo'ladi. Sizlarga rahmat. Imkon qadar videoni tarqatinglar. Alloh rozi bo'lsin.